Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımız ve vaziyet muhakeme telqinlerimizle başlayımız. Hürmetli vatandaş, başlaştın avval her bir Uygur vatandaşla Ruza heyetini tebrikleymen, hürmetli vatandaşlarım. Bugünkü islah 2024 yılı. 4. ayının 8. günü haftığı düşenbe. Bugün leksiye de sadakacı Ruza. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sözdeydiği leksiyelerimiz ve muhakeme karakterlik yeni halkara vaziyet yaki ciddilik edin etqanda hakikaten ciddi değişkin münasebetlik vaziyette hürmet vatandaşım. Mavzumundaq Rusya Federasyası Taşqi İşler Ministeri haftanın 1. günü Beijing ziyaret kilidi. Ukrayna krizisi ve Asiyatın çok yan vaziyetini muhakeme kılıdı. Mesele intayin ciddi. Dep körsetti mavzulu haber 4. ayının 7. günü Amerika vazının Xitay tel program ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Washington Rusya Taşqi İşler Ministerliği 4. ayının 7. günü mundak körsetti. Manda turvelişim şamal mikrofonu tigidişine oturup aldım. Keçiren vatandaş. 4. ayının 7. günü mundak körsetti. Rusya Taşqi İşler Ministeri Sergey Lavrov 4. ayının 8. günüden 9. günü için Moskova'nın en mühim diplomatiya ve iktisat şehri Cungo'nu ziyaret kıldı. Ve Cungo Taşqi İşler Ministeri Wang Yi bilen söhbetleşdi. Rusya Taşqi İşler Ministerliği bayanatı da yanımında körsetti. Mikrofonu açtım açmadım bir körüp koyayım vatandaş bu işler mi etçipti men. Rusya Taşqi İşler Ministerliği bayanatı da yanımında körsetti. İki taraftan paraz kılışça. Bazı ciddi mesele bu işe çoğun fikir almıştırdı. Dikkat et vatandaş, bazı ciddi mesele bu işe çoğun fikir almıştırdı. Bayanatımında tılgılında. Ukrayna krizisi ve Asiyatın çok yan vaziyeti tılgılında. Bayanatı yanımında görüştüldü. Ola, iki taraf yani Cungo, Rusya Federasyası diplomatları, Rusya Federasyası Taşqi İşler Ministeri Sergey Lavrov, Cungo Diplomatiya Ministerliğinin Ministeri Wang Yi. İki taraf ola yanaşıla, iki taraf hemkarlığı ve halkara sahnedeki hemkarlıkta münasebetlik, keng dairelilik meselelerini muhakeme kıldı. Cungo Taşqi İşler Ministerliğinin bayanatçısı Mao'nun yakşembe günü fikir bayan kılıp Rusya Federasyası Taşqi İşler Ministeri Sergey Lavrov'un Cungo'nu ziyaret kıldığı delilledi. Yani kayıtlaştırdı, kat'ileştirdi. Bundan siz şunu görüverin ki ciddi meseleleri muhakeme kıldı. Rusya ile Cungo oturuştu ki ciddi mesele zaten nemi meselelerdi o vatandaş? Bu hazır muşundak mesele, bu mesele ciddi mesele deptek oturuğa bir ağız gap çıkmadı. Ciddi mesele. Şunu biz bunu kıyas ve perez şeklinde silahı tahlil kılımız. Aval nöbetki ciddi meseleyi ağız kalaylı. Biz çünkü silahı muhakeme kılıp dedik. Asya'nın vaziyeti hazır Filipin takım araldır etrafına merkezleşti dedik. Bir Amerika Koşmuş Ştatları yitip geldi. Japonya Filipin'de asker turguzdu. Şundakla Filipin hükümeti yüzü hem tayyarlanıp koygallıkını ilan kıldı. Muşundak vaziyette Cungo'nun bir ayındaki faaliyetleri, Cungo deniz sakçı kısımlarının tehdidi. Muşuların hemmisi koşup gelgende, anda Muşurayında tünü gün yakıp, Şembe, 4. ayının 7. günü,
4 devletning harbiy manevr o'tkazganligi. Masalan, Amerika, Qo'shma Shtatlar, Yaponiya, Avstraliya, Filippin. Demek, muşu rayında bu 4 devlet harbiy manevr o'tkazdi desiniz. Bu 4 devletin armiyasi Filippin, yani Janubi dengizdeki muşu rayın mezgiligi yoki muşu rayon doirasiga markazlashdi deysiz. Endi siz shuni ko'rib oling-ki, vaziyat shundoq kelgan tungi muhokamada biz nima dedik? Qani sizlar vaziyatni keskinlashtirgan, vaziyat paydo qilgan Jungo Kompartiyasi, Ozodlik armiyasi sizlar nada degan edik vatandosh. Shunda savol qo'ygan edik vatandosh. Chunki vaziyatga munosabatlik yoki bir taraf yoki paydo qiluvchi bir taraf siz bunday ahvolda nada degan edik. Bunga munosabatlik bugun bunday bir xabarning yetib kelganligini sizlarga yana yetkazaylik vatandosh. Buning o'zi ma'nosi nima desangiz? Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Filippin 4 devlet harbiy manevr o'tkazayotgan bir paytda Jungo Janubi dengizda qaratmiliqqa ega dengiz havo urushi manevri o'tkazdi. Yani çarlaş karakterli harbiy manevr o'tkazdi. Mavzuli xabar 4-oyning 7-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungo harbiy taraf dengiz havo birleşme çarlaş elib berish to'g'risida uchur e'lon qilib, yani tehdit selep bunday ko'rsatdi Jungo taraf. Janubi dengizda qalaymagan qilg'uchi barliq qilmishlar. Qiziq nokta paydo qilg'uchi harbiy harakatlarni egallab turyapmiz. Bu qatimqi çarlash bu rayon, bu dengiz yüzüde başka manevralarga qartilganligini oshkora aytib qo'yamiz. Siz shuni ko'rib olasizki vatandosh, tunigan 4-oyning 7-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya boshchiligida 4 davlat bu rayonda harbiy manevr o'tkazayotganda Jungo Ozodlik armiyasi ham havo dengiz bo'yicha harbiy manevr yoki çarlash xarakterli harbiy manevr o'tkazib, oxir nima dedi? Bu dengiz yoki Janubi dengizni parakanda qilayotgan yoki bu yerda voqea paydo qilayotgan taraflarga biz mush bayonotimizda aytamizki, biz ular qartib shunday çarlash xarakterli manevr o'tkazdik. Yoki shularga qartib qaratmiliqqa ega manevr o'tkazdik deganda 4 davlat bir rayonda manevr o'tkazayotganda Jungo Ozodlik armiyasi ham chiqib shunday manevrni çarlash xarakterli manevrni o'tkazgan bo'lsa, bir rayonda bular tig'ma-tig' bir holat, bir vaziyat shakllandi degan gap. Agar mushu jiddiylik, Osiyodagi mushu jiddiylik Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinni bearom qilgan bo'lsa, va yoki mushu jiddiylikka Beijing tarafdan iltimos qilib, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning Osiyo burayindagi yoki Filippin Janubi dengiz burayindagi vaziyatga diqqat qilishini talab qilgan bo'lsa, shuning uchun jiddiy masalalarni muhokama qilish, jiddiy masalalarda fikr almashtirish degan so'z bilan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, bugun 4-oyning 8-kunida Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligining ministri Lavrov Beijingga ziyoratga keldimi? Buni biz vatandaş bir taraf deb tushunishimiz kerak. Mush 2 yildan beri davomlashib kelayotgan an'anaviy diplomatik faoliyatlardan aytganda, esingizda bo'lsin, 2021-yili 3-oyning 18-kuni o'tkazilgan Alyaska suhbati, 2021-yili 6-oyning 16-kuni Jenevada o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin suhbati va bundan bir kun burun Amerika CBS televiziyasining davlat muxbiri Simon Apandining
Kremlga berip, yoki Moskvaga berip, Kreml sarayda. Masalan, 6-ayning 14-kuni 2021-yil Prezident Vladimir Putinni intervyu ziyorat qilganligi va shu vaqtda qo'ygan savol bo'yicha sen Uyg'ur degan millatni bilamsan, Uyg'urlarni tanunsan deb savol qo'ygani Prezident Vladimir Putinning Uyg'urlarni bilaman, Uyg'urlarni tanıyman, Uyg'urlar Cumhur Xalq Cumhuriyeti hukumat va davlatning himayati ostida yaxshi yashayotdi degan diplomatik ibora bilan javob berganligini eslab o'tinglar vatandoshlar. Bu 2021-yil 6-ayning 16-kuni 14-kuni yuz bergan dünya diplomatiya tarixidagi ve axborot targ'ibot tarixidagi bir namoyanda edi vatandosh. Ondan keyingi voqealar xabarlarni sizlarga so'zlab bo'ldik. Musha an'ana bo'yicha aytganda, hozir yangidan qo'shilgan sizga bizga munosabatlik bir ko'rinish, xalqaro siyosat sohasida siyosiy ko'rinish sifatida biz sizlarga 4-ayning 1-kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur til programmasida berilgan xabar. Masalan, nima deyildi? Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz O'rta Osiyodagi 3 davlatni ziyorat qildi. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston. Bu davlatning boshliqlari bilan Erkin Tuniyaz ko'rishdi. Biz shunga sizlarga tahlil qilib nim dedik. O'rtalikdagi bir qora dog'ni, bir qora to'qolni elib tashlasan, masalan, Xitoy mustamlik hukmronligi o'tirayotgan Uyg'uriston yoki gubernator boshqarishidagi Uyg'uristonning raisi Erkin Tuniyazning O'rta Osiyoda paydo bo'lishi va O'rta Osiyo davlatlarida 3 davlatda ko'rinish hosil qilishi bu bir jilva. Vatandosh bilib bilan bu bir siyosat sohasidagi bir jilva. Shundaqmi? Shunday tushunamiz. Bu jilva. Şunun asasını fakat bu şunun asasını başkalarını koyup duraylı. Leksiyanın talebi yoki muhokamaning talebi o emas. Bugün muşunu muhokama qilamiz. Muşu jilvaga asoslanib turib, Janubiy dengizga haliqi vaziyatga asoslanib turib, Sergey Lavrov Beijingda diplomatiya ministri Wang Yi bilan jiddiy masalalar ustida suhbatlashdi deganingizda biri Janubiy dengiz Filippin vaziyatiga bog'liq jiddiy masala, yana biri Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi Uyg'uriston masalasi. Eng kamida 2 qatimliq shartnoma, Rossiya-Xitoy shartnomasiga munosabatlik Uyg'uriston masalasimi bugun shu jiddiy masalalar qatoriga qo'yildimi qanday vatandosh? Siz shunda faraz qiling. Biz o'zimiz Uyg'ur bo'lganligi uchun bu g'oyibiy fikrimizni, tasavvurimizdagi bu paktni bizden xabarlarimizga, leksiyalarimizga va muhokamamizga sig'dab kirgizayotganimiz yo'q. Prezident Joe Biden Oqsaroyga kirgandan boshlab Xitoy munosabati, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya munosabati, Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning butun jarayoniga qarab turing. Diplomatik barda keldilarning butun jarayoniga qarab qo'ying. Vatandosh, shu diplomatik jarayonlar asoslanib, bugun Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijingga yetib kelib, Beijing yoki Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatlashdi. Yani şu mavzuda tırnak içip işçiga ciddi meseleler doğruluq suhbatlashdi degan bu so'zni men sizga aytayki, yuqorqi 2 jiddilik bilan birlashtirib tahlil qiling. Hurmatli vatandoshlar. Endilikda hozir yana 2-3 xabar bordi va leksiya uzrab ketdi. Buning ichida hozir gapni aytsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen xonim Beijingga qaratgan ziyoratini
ahırlaştırış paytida tehi o'zi Beijingda turayotgan shundaq bir paytda Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijingga yetib keldi. Bugun sizlarga tayyorlaganmidik Shetyan degan bir professor odam. Shu odam tayyorlagan bir parcha maqolada Jungo Amerika munosabati texmi yomonlashidir. Uning paketlari bu qatim Moliya ministri Janet Yellen xonimning Beijingda qandaq besim ishlatganligiga munosabatli yozilgan maqola. Allah xolisa oldimizda sizlarga tanishtiramiz vatandoshlar. Demak dediki, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning munosabati texmi yomonlashidir. Mavzu shundaq. Buning jarayonini keyin sizlarga yetkazamiz. Siz shuni ko'rib turingki, bundaqda biz hozir mushu leksiyaning oxirida shu xulosani chiqarmanki, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen xonim Beijingda Beijing hukumatiga savdo tijoriy ishlar bo'yicha besim ishlatdi. Hech bo'lmaganda to'kma qilib setish, şimdi mahsulotlarni chet elga eksport qilish bu bir Amerikaning manfaati emas, butun dunyoning manfaati. To'xtat dedi. Gapning mazmuni mana shu edi. Moliya ministri Amerika Qo'shma Shtatlari Janet Yellen xonim shu besimni ishlatayotgan shu paytda Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Jungoni ziyorat qilishi nimadan derak berdi vatandoshlar? Davomini keyingi sonlarda ko'ramiz.